Esselamu aleyküm akalar, ukalar, do'stlar, musofirda yurgan aka ukalar. Parvoz aka ukalar, hamma sog'liqmi, oilalar tinchmi? Kommentariyalarda kuzatdim, Telegram guruhdan ham savollar. Nomerime shu telefon qo'ng'iroqlar orqali aka ukalar judayam bu jo'jalar kasalligi kuchaydi. To'g'risi charchatib ham yubordi, telefon qo'ng'iroqlar vashi ko'payib ketdi. Piqillab turibdi, xirildab turibdi, ko'zi shishib turibdi. Bu nimani hisobiga? Bu shu hozirgi kunda hamma yerda kuzatilib turibdi ekan. Shu kechasi salqin, kunduzi issiq, bu jo'jalar uchun juda ham yomonda aka-ukalar. Havo o'zgarishiga chidolmaydi jo'jalar. Aptechkamizga keldik. Bu o'zi 2-3 kun burun ham shu to'g'risida video qilganman-da aka-ukalar. Endi buni bir tomonlama davolasak, masalan, bitta parashokni ichkizib qo'ygan bilan ketmaydi. Bu o'ta yuqumli. Masalan, mana shu Tilakson parashogini 1 litr dog'langan suviga 2 gram solasiz. Keyin odam aptekasidan ampitsilin bor. Ampitsilинdan bitta aralashtirib yuborasiz dog'langan suviga, 1 litr suviga. Ana shuni oldiga qo'yib qo'yasiz. Eng judayam bir yomon ahvolga tushib turgan, og'zini ochib, xirildab, nafas olishi qiyinlashib turgan jo'jalaringizni og'ziga sep qo'ysangiz ham bo'ladi, bu kukun holida bo'ladi. Endi buni yana shu qo'shimcha nimalar bilan ham qilish kerakda, masalan, dezinfeksiyalovchi vositalar yordamida, masalan, veterinar aptekasida adnoxloridniy yod degani bor. Bu tutatadigan dezinfeksiyalovchi vosita. Buni shu parashoklar bilan, antibiotiklar bilan birgalikda qo'llab yuborish kerak. Bu suyuqlik bo'ladi. Buni shu olib kelib turib, bitta sirli idishga solib, buni qancha o'zi o'lchab beradi. Bu litrli idishlarda keladi, katta idishlarda. Buni masalan ichine alyumin materiali, alyumin sim bo'ladimi, alyumin materialini solib yuborsak, bu reaksiyaga kirishib tutuydi. Ana shu tutash yordamida bu bronxlarni jo'jalar nafas olganda shu nafas yo'llarini yaxshida xullas mikroblarni o'ldirib, bu antibiotiklarga yordam beradi, xonani dezinfeksiya qiladi. Endi mana bu Ambraxson degan ham yaxshi dori. Buni katta parranda bo'lsa, ertalab bu nima bo'ladi? Sirop bo'ladi. 2 gram, kechqurun 2 gramdan ichkizilaveradi. Bu ham yaxshi samarali, shu nafas yo'llari shamollash uchun yaxshi dori. Mana bu ham bu Enro 100 ham, buni ham foydalansak bo'ladi. Buni kecha o'zlarimiz aptekaga chiqib men topolmay keldim. Buning ichi pusto tugagan. Xullas kalom, endi Urganchga borib kelishimga kerak bo'lib turibdi. Xullas kalom, mana shu ham 1 litr dog'langan suviga 1 gram solib 5 kundan 7 kungacha ichkizib qo'ysangiz, bu ham shu nafas yo'llari qiqildi, xirildi, foyda qiladi. Buni masalan katta parrandalar bo'lsa, buni 1,5 gramdan 3 kun ukol qilsangiz ham bo'ladi. Endi katta parranda deganim shu 5 kilodan tepa xo'rozlar. Endi pastroqi bo'lsa, masalan, shuni kamaytirib boraverasiz. Aka-ukalar, endi bu yerda juda ham bir muammo bo'lib turgan narsa, bitta narsa muammo bo'lib turibdi-da. Bu qiyin bo'lib turibdi. Parrandachilikda juda ham qiyin bo'lib turibdi. Nimaga? Sababi, masalan, bitta dorini olib kelib ishlatasiz, zo'r bo'ladi. Bu dorini yillar davomida izlanish qilib topasiz, olib ishlatasiz, samarali davolaysiz. 1 yil o'tadi, uje bu dori yo kelmay qo'yadi yoki bo'lmasa samarasi bo'lmay qoladi. Tarkibini o'zgartirib yuboradi-da. Вообще problema bo'lib turibdi. Keyin yana yangi dorilar izlashga to'g'ri kelib turibdi. Shuning uchun Telegram guruhimizni ochib qo'yibmiz. Bu yerda shu yangiliklardan xabardor bo'lib turasiz aka-ukalar. Telegram guruhimizni silkasini kommentariyada qo'yaman, o'tinglar, bu siz uchun foydali. Bu yerda xo'roz janglarini tomosha qilishingiz mumkin.
Xullas kelam parandangizni reklama qilib sotishingiz mumkin aka-ukalar. Xullas siz uchun foydali bo'ladi. Hozir juda ham ko'paydida bu xarab yomon bo'lib turibdi вообще. Buni qayerdan bilaman? Men ko'p qo'ng'iroqlar bo'ladi-da, bu qo'ng'iroqlar orqali, yurtdoshlarimiz orqali kecha veterinariyaga borsam, shunday deb turibdi, veterinar vracham shu nima deb turibdi-da, shu dedi, hammaga hozir shu dorilar dedi. Hamma shundan so'rab kelib turibdi, piqillab turibdi, ko'paydi degan nimada-da aka-ukalar. Sanitariya ahvolini mahkam bo'lamiz. Yana bitta narsa eslatma, o'zlarimizda isiriq, oddiy isiriq bor-ku, ana shu ham yaxshi ko'p tutatib tursak xonadagi havodagi mikroblarga udor bo'ladi. Aka-ukalar, sog' salomat bo'lamiz. Yanagi videolarda diydor qadar uchrashguncha Allohga omonat.